Sattin omning qo'l ostidagilar kelib maytisiga vasvas urib jahonda bir men deb po'yitayotgan asirni birdamda daboday zo'l qilib qo'ydi. Taxt oldida chambarchas bog'langan asir oxiri o'zining ufqsi bilan ko'rishdi. Atdiganda yog'i asirni ufqangning uya biyalariga orni tiqib tavotgan ustozi bilan melashkisi xuddi hech bo'lmagandek ikki tarafda o'ltiradi. "Oy aka, sening naring dengizdan chiqqan. Qarara, ma bosh ko'zingning bo'lib ketganini. Sen dengizda cho'ng oldingmi yo shoshuyda oldingmi? Ikki to'rt tal paqchilab uzishni o'rganib o'zingni hayvon deb oldingmi? Tükürük ko sen tükürük. Ya. Tükürük degen simetrik bir şekil go. Sen bir xalpirik. Bu gaplarni anglab qattiq ichiga ilib ketgan hayvon bo'ldi, men ketay deydi. Ham mushtaqli ketadigan ish bormi ekan deb birga bir otmoqchi bo'ladi. Nöt so'qishimiz. Ma'limizdagi bir to'noning ichida so'qishayli. Tirvatganlar tayyor biliqqa bo'ladi emasmi? Bayotin yog'i gap qilmay jim o'ltirayotgan Mela, moyoqda ikki odam o'lima davassa, o'zining medoz ko'ynigini kiyib, xuddi bir ufqonga tegma degandekli bir chetda qarab o'ltirdi. Kelishish rasmiy boshlandi. Xuddi Şasın bilan boji suvning ichida so'qashgandek, bular ikkisi qabiy so'qishibdi. Lekin hayron qolgudek ish yo'q. Nayt kez shu yugandagi ishqtal biliq bir-birini tishlab o'ynayotgandek ish bu. Ishlar bog'on sira asirga foydasiz bo'layotdi. Dal mushundoq keskin paytda bayotin jim turayotgan Mela to'satdan paydo bo'lib, o'zining bo'g'is eri omni patirib etib, hayvon bilan qochib ketadi. Ko'pchilik bo'lsa, ularning chidamaslik qilganiga qarab qattiq nafrat o'qiydi. Chidimidi lappan qong. Yelemedi ashlampong. Ular qatma-qat qo'rshovlarni besib o'tib, Qingtang Go'dan Malagoga tushib ketib qoladi. Ularning Malagoga tushib ketganini ko'rgan podshoh bu dunyoda Malagoga tushgan go'shtning tex saq chiqqanini men ko'rib boqmagan deb qo'g'lashni to'xtatdi. Lekin Mela bilan asir bo'lsa, o'ngishli qoldi, kechib qutuldi. Hamda birlikda Sakroy kabir qumligiga yo'qab ketgan oltin orni izlash uchun yo'lga chiqdi. Ularning saq ekanligidan xabar topgan ham kinoning boshlanishida asir tarafidan yetim qilib qo'ygan bechora dengiz qaraqsini izlab kelib, uning suv topanchisidan birini berib shun issivatida berib asir bilan suv ichib o'ynab kel deydi. Bu dengiz qaraqchisi ayni gong teshada qattiq izlanib, intoyin qiqos oqsoq muzikalarni qo'yib, dahshat bir sat niqobdan birini yasab chiqib, o'ziga shaparang biliq deb taxallus qo'yib oldi. Men tex buni chivin polvonmiki debdiman. Bular ming tasdiqda Sakroy kabirning ostida ko'milib qolgan qadimgi shaharni topadi va bu yerdan burunqi marajun yasaydigan mashindan birini ko'rib qoladi. Hamda qo'lidagi oshqushni ustiga qo'yib sanjiydi. Oy, bu ish qanday inkas bermaydi-ku? Menimcha bu qurib ketdimiki? Buning azroq suv kerak. Voy, bu qumloqdan nereden suv topsiz ey? Sizning kallingizdan suv va deb anglagan. Azroq oriyatga berib turing, ha? Mela bu suyuq jonanning kallasidagi suvni ilib, mashinani qo'zg'atdi. Lekin mashindan oltin ori emas, bir karolga o'xshaydigan birisi chiqib, batildab ichiga so'zlab qo'yib yo'qab ketdi. Shuncha valayatdan avar bo'lib, mishaga xonding pen ko'gini keldikmi? Voy, bu yerda bir nim turdi-ku. Voy, men yerda bir kavasning budilgisini deb qoldim. Shuning qaraganda mush yaqin atrofda bir yershi bor o'xshaydi-jimi? Alaytin kelgandan bir o'ynab ketmamdi. Shunda qilib, suvda chiq o'ynab, badanni so'g'ib ketgan bu ishga yosh, yerlik gulqanlardan eg'iz tekkash oltin orining izdirigini qildi. Ular o'zimi tushunmaydigan tarixlarni bir-biriga so'zlash orqali heliq tashlab etmay endi yurgan budilkini jippuch qilib oltin orining o'rnini belgilaydi. Shu hayajonda u ikkisi bir-biriga yiqilishib, suyini iqtib turishiga heliq sat niqob var chivin polvon ularning chiroyiga bir pay etibdi. Bir to'p suvdan chiqqan yolg'on gong teshala ularga hujum qilishga boshlaydi. Asirning Zalahay Visa davona deganiga unmay, og'an siri adab bu go'zal biliq kentida cho'ng ko'lamda chaychan ilib boradi. Chidag'uvchiligi qolmagan asir, sen urishni bilmaysan-kan, sat charpaqa, men sana ko'rsatib qo'yay deb uni yer bilan yaksan qilib edi. Kuching yetgan odam boshliq usangmamda. Nima jo'ng biliq qilmaydi? Düşmanlarni yo'qotgandan keyin ular oxirgi nishonga qarab yo'lga chiqdi. O'ylamagan yerdan to'satdan Qora dengiz atrofiga kelganda bir to'p qiltirg'i jiq bo'lgan biliqlarni ularni qo'rishib oladi. Qutulishga faqat amal qila olmagan asir uyoq o'ylab bu yoq. Davomini ko'makchi bo'lsangiz pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat yizig'liq. 抖音 Uyoq o'ylab, g'azab yonadigan bir salyotni ilib, qiltiriqliq biliqlarni ko'zdan uch chiqarib o'tdi. Ular ming bir tasdiqda dengiz ostidagi quyunning ichiga yetib kirib, "G'eribjon" desa, "Sanamjon" deyishib, taraf-tarafga chechilib ketdi. O'ylamagan yerdan bular yerning markazidagi g'oyibiy bir dunyoga kelib qoladi. Hamda bu yerda ko'rurmanlarni ta'sirlantirish uchun bayotin yoqi o'lib ketdi-yey, yo'qab ketdi-yey deyotgan asirning opsi paydo bo'lib qoladi. So'qashdi. Senmi qo'pab shu orni ufqonga tiqib et desang, nim bo'lib ketdi bu? Qanday ota-onaysan? Bir turkum ta'sirli quruq gaplardan keyin bu oqchash bilan qizilchash, bu tavranchash asirning beshini qaydirib suv ostiga tushirdi.
Bu orni cho'nqur dengizdagi eng vahshiy, eng xatarlik, eng qo'rqinchli ish qilib, angli bo'ladigan bo'lsa ish qilib hammasilar eng bo'lib ketgan bir g'oyat zo'r divi qo'g'daydi. Bechara Osir kirib, "Ay hoy" deb qo'g'icha, "Men mani apaqay, olanmaganda nima qilasan, qavatmamsa" deb o'zining muhabbatga bo'lgan ishonchi, kelgusiga bo'lgan orzu umidlardan ikki kalima so'zlayotgandan keyin bu maxluq ha bo'pti nima qilsan qil dedimi yoki ozroq samatib yey dedimi bilmadim, gap qilmay ostali chekinib ketadi. Osir bo'lsa oltin orni ilib o'mushliqni kiyib turib texi rozi bo'lmay bir umr dengizda cho'ng bo'lgan bir qo'saq enisini quruqliqqa ochiqib yaman urib ketadi. Qalangdan kas o'ltirib. Yo'q. Gap anlamış biz yıldız bir aniden bulgan qirin izgetim. Bu çağda xonish otlana paydo bo'lib, bu bechara bolasının beshini silaydi. Olam, 2 yilinglar mening yurak parem, urishmanglar.